Assalomu alaykum. JavaScript interview playlistimizning navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Bugun JavaScriptda juda ko'p ishlatiladigan destructuring haqida gaplashamiz. Destructuring ayniqsa array va object bilan ishlaganda kodni qisqaroq va tushunarli yozishga yordam beradi. Intervyuda esa uning ishlash prinsipini tushunish juda muhim hisoblanadi. Demak, object destructuring o'zi nima? Kod editoriga o'tamiz va kod yozib tushunishni boshlaymiz. Hop, bitta o'zgartirish yaratamiz. Foydalanuvchi joyni etamiz. Demak, bu joyga ism, label, endi yosh yigirma bo'ladi bu yerda va const ism yosh. Hop, orasini ochmasak ham bo'ladi. Endi men qanaqadir yaxshiroq ko'rinish uchun foydalanuvchi va log ism yosh deymiz. Demak, natija Ali va 20 yoshlarimiz chiqyapti yuqoridagi. Bu yerda foydalanuvchi obyektida ism va yosh propertilari bor edi. Ya'ni yuqorida mana ko'rib turganingizdek, oddiy usulda ularni alohida olishimiz mumkin edi. Foydalanuvchi nuqta ism, ya'ni foydalanuvchi nuqta yosh deb. Lekin destructuring yordamida ularni bir qatorda alohida o'zgaruvchilarga ajratib oldik. Ya'ni const ism virgul yosh foydalanuvchi barobar foydalanuvchi deb. Degani obyekt ichidagi ism va yosh qiymatlarini olib, shu nomdagi o'zgaruvchilarga berish degani. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bu ancha qulay hisoblanadi. Endi buni ko'rib oldik. Kommentariya o'qib va endi array destructuring haqida gaplashamiz. Bunda ham xuddi shunday bitta array yasab olamiz va ichiga olma, banan, xo'sh, uzum deymiz. Const deymiz va birinchi virgul ikkinchi virgul shuncha deymiz. Demak, keyin va buni mevalar deb qo'yamiz. Endi const log birinchi. Hop, ikkinchi, uchinchi. Natijani ko'rib turibmiz. Olma, banan va uzum natija chiqyapti. Hop, demak, array destructuring obyekt destructuringdan biroz farq qiladi. Obyektda property nomi qaraymiz nomiga. Ya'ni arrayda esa tartib muhim hisoblanadi. Birinchi qiymat birinchiga, ikkinchi qiymat ikkinchiga, uchinchi qiymat uchinchiga beriladi. Shuning uchun array destructuringda indekslar tartibini tushunish juda muhim hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, kerakli qiymatni endi tashlab ketishni ko'ramiz bunda. Misol uchun bu kodimizni masalan ikkinchini o'chirib qo'yamiz shunchaki, chaqirmaymiz va bu ikkalasi chaqiriladi. Mana buni bo'sh qoldirib qo'yamiz. Mana shunda biz kerakli bananni tashlab ketyapmiz. Agar arraydagi ayrim qiymatlarni biz tashlab ketmoqchi bo'lsak, uni bo'sh qoldirishimiz mumkin bo'ladi, xolos. Bu yerda banan ko'rib turganingizdek bizga kerak emas va uni tashlab ketdik. Shuning uchun ikkinchi qiymatni o'rnini bo'sh qoldirdik mana. Natijada birinchi qiymat birinchiga, uchinchi qiymat esa uchinchiga tushdi. Xo'p, endi yana ko'ramiz. Kodni boshqacharoq tartibini. Const deymiz. Foydalanuvchi va ism deymiz. Ali. Va const ism va yosh 18 deb qo'ydik yoshni. Endi voy mana bu yerda nuqta qolib ketdi-yu. Buni o'chirib tashlaymiz. Endi foydalanuvchi deb qo'yamiz. Endi log masalan ism mana bu yerda yosh deymiz.
Endi Ali va 18 natijalari bizga chiqyapti. Bu yerda obyekt ichida yosh propertysi mavjud emas. Shuning uchun destructuring vaqtida yoshni 18 ga default value sifatida berib qo'ydik. Agar yosh mavjud bo'lmasa 18 ishlatiladi. Agar obyekt ichida yosh mavjud bo'lsa, o'sha qiymatni olinadi. Xo'p, endi property nomini o'zgartirishni ko'ramiz. Demak, bu kodni ham komment qilib qo'yamiz va yozishni boshlaymiz. Const foydalanuvchi, demak mana bu yerda ism va Ali. Pastga tushamiz-da const xuddi boyagidek ism deymiz, foydalanuvchi deymiz. Foydalanuvchi ismi deb qo'yamiz. Demak, buni foydalanuvchiga tenglashtirib qo'yib, console logga foydalanuvchi ismini chiqaramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, foydalanuvchi ismi Ali. Xo'p, natija Ali bo'lib chiqdi. Demak, natijamiz Ali chiqdi. Endi ba'zida obyekt propertysining nomi bizga xohlagan nom mos kelishi kelmasligi mumkin. Ya'ni obyekt propertysining nomi bizga xohlagan nomga mos kelmasligi mumkin. Destructing vaqtida uni boshqa o'zgaruvchi nomiga berishimiz mumkin. Bu yerda obyektning ismi propertysini foydalanuvchi ismi nomli o'zgaruvchiga oldik. Ko'rib turganingizdek, foydalanuvchi ismi nomli o'zgaruvchiga oldik. Ya'ni ism 2 nuqta foydalanuvchi ismi bu yozildi mana bu yerda. Ko'rib turibsizlar, yuqoridagi ism. Xo'sh, degani ism qiymatini foydalanuvchi ismiga berish degani. Ya'ni bu degani. Ya'ni mana Alini foydalanuvchi ismiga aytganda tenglashtirib qo'ydik. Ya'ni endi foydalanuvchi ismini chaqirsak Ali chiqadigan qilib qo'ydik. Xo'p, endi keyingisi function parametrlarida destruction qanday ishlaydi? Va buni ham komment qilamiz. Keyingi savolga, ya'ni o'tamiz. Xo'p, bunga bitta funksiya yaratamiz. Foydalanuvchi ko'rsat deymiz. Demak, bunga mana bunaqa qilamiz-da, endi ichiga mana bunaqa qo'yamiz. Ism deymiz, yosh deymiz va ularni mana bunaqa qilib qo'yib, keyin pastga tushib, endi ichiga yozamiz. Ya'ni console log ism va yosh. Endi pastga tushamiz, const deymiz, foydalanuvchi va pastga tushamiz-da ism deymiz va Ali deymiz. Virgul qo'yib, endi yosh nuqta 20 pastga tushib, endi yana foydalanuvchini ko'rsat deb ichiga foydalanuvchini berib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek natija Ali va 20 bizga natijamiz chiqyapti. Destruction'ni function parametrlarida ham ishlatishimiz mumkin. Bu yerga functionga butun obyektni yuboryapmiz, lekin parametrning o'zida ism yosh deb yozganimiz uchun kerakli qiymatlar avtomatik ajratib olinadi. Ya'ni yuqorida yozib qo'yibmiz ism va yosh. Bu usul zamonaviy JavaScriptda, ya'ni JavaScript kodida juda ko'p uchraydi. Demak, buni siz ayniqsa ko'proq ishlagan bo'lsangiz, real proyektlar ustida siz buni ishlatgan bo'lishingiz kerak. Balki endi ishlatarsiz. Demak, buni yodingizda saqlang. Xo'p, demak, komment qilib qo'yamiz. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bizda bu joyda 3 ta nuqta bilan rest destructing, ya'ni bu mavzuni keyingi darsda ham ko'ramiz, chuqurlashtirib, lekin bu joyda ko'rib chiqamiz. Bitta ko'rib o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Masalan, const xo'sh, foydalanuvchi barobar mana ism Ali virgul, demak yosh 20 virgul, shahar, demak shaharga Toshkent deymiz va mana tushirib, endi const deymizda ism
virgul qo'yamiz va 3 ta nuqta. 3 ta nuqtadan keyin qolgan ma'lumotlar deymiz. Qolgan ma'lumotlar. Xo'p, endi bu joyga foydalanuvchi deb yozib qo'yamiz. Endi pastga tushib, console logga ismni ko'ramiz va console logda qolgan ma'lumotlarni chiqaramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, ismi alohida chiqyapti Alini. Endi qolgan ma'lumotlari, ya'ni yosh 20, shahar Toshkent deb qolgan ma'lumotlar bizga ko'rinyapti. Xo'p, biz ismni alohida oldik va nuqta qolgan ma'lumotlar esa qolgan propertilarni yig'ib oldi. Bu yerda 3 ta nuqta rest sifatida ishlayapti. Spread va rest operatorlarini keyingi darsimizda alohida ko'rib chiqamiz. Xavotir olmang. Demak, endi intervyuda tushishi mumkin bo'lgan savollardan ko'ramiz. Xo'p, bu joyda biz ko'rishimiz mumkin. Const deymiz. Foydalanuvchi va ikkita barobar. Demak, ism Ali virgul yosh bo'ladi sizga. Misol uchun 20. Endi pastga tushamiz. Const yosh ism. Demak, foydalanuvchi. Console logga ism va yosh. Endi boyagi yuqorida ko'rgan kodimiz bu. Xuddi mana shunaqa tartibda natija nima bo'ladi degan sizga savol bo'lyapti. Bu joyda Ali va 20 chiqyapti natijada. Endi bu joyda object distraction'da tartib muhim emas, chunki qiymatlar property nomi orqali olinadi. Ism qayerda yozilganidan qat'iy nazar ism property'si topiladi va shu qiymat olinadi deb javob berishingiz mumkin. Xo'p, demak bitta buni ko'rib oldik. Endi qisqa bir xulosa qilib aytadigan bo'lsak, distraction bizga object va array ichidagi qiymatlarni qisqa va qulay tarzda o'zgaruvchilarga ajratish va ajratib olishni imkonini berar ekan. Object distractionda property nom muhim, array distractionda esa tartib muhim hisoblanadi. Ikkalasini farqi xuddi mana shunda. Xo'sh, demak bundan tashqari default value berish, property nomini o'zgartirish va qolgan qiymatlarni 3 ta nuqta orqali olishimiz mumkin. Demak, darsimizni yakunlasak bo'ladi. Hammaga rahmat. Like bosing, obuna bo'ling, kommentda qo'llab-quvvatlang. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.